Mashqlaringiz ichida eng zo'r mashq ko'rsatingchi doktor Belgiya debdi. Bo'pti, bitta zo'r mashq ko'rsataman, lekin kelishib olamiz. Bo'ptimi, qadrdonlar? Sizlardan plyusni bosib podpiska, like, izohga o'z fikrlaringni qoldirasizlar. Lekin shunaqa dahshat mashq ko'rsataman, hali hech kimga ko'rsatmaganman. Ketdi, belda grijasi borlarga. Qarang, xuddi shu uslubda yotasiz, osmonga qarab, tizzani bukib, qo'lni bosh orqasiga, hop, chapga, o'ngga, chapga, o'ngga, chapga, o'ngga. Bitta narsaga ehtiyot bo'lasizlar, billa ketmas mana kuraklaring, qo'llaring mana shunaqa bo'lib. To'g'ri kurak ikkita qo'l kushetkaga yopishib turish kerak. O'ngga, chapga, o'ngga, mana shu holat ertalab 100 marta, kechqurun 100 marta. Juda ham oson, bemalol bajarasizlar. Qiyin joyi yo'q. Qadrdon